Assalomu alaykum hamma. 30-mayga o'zi Ahvala bilan, Qirg'izistonlik Ahvala bilan battle bo'lish kerak edi. Arzon bachalar 3 ta sheriga o'zini sotgan bachalar bilan o'ynamaslikka qaror qabul qildik. Biz akalar aytishdiki, nima qilasan? 1-sinf bola 10-sinf bola bilan urushtirib, o'zingni tengqurlaring bilan 10-11-sinf bachalar bilan solishgan. 30-mayga dunyoda turgan Turkiyada qanday kuchli streamerlar bor, Arabistonda qanday kuchli streamerlar bor, dunyo miqyosida turgan bachalar bilan urushgan. U 1-sinf balasi seni o'rvining emas, 3 ta seriga o'zini sotgan bir basok bala ekan. U seni o'rvining emas dedi. Xudo xolasa 30-may kuni dunyo rekordi, dunyoni miqyosida turgan katta streamerlar bilan bo'ladi. O'zbekistonni, O'rta Osiyoni kuchini butun dunyoga ko'rsatib qo'yamiz, xudo xolasa. Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Turkmaniston, Turkiya, Belorussiya, Rossiya, Ozarbayjon, meni butun dunyoda Afg'oniston qattiqlarim bor. Hammalaringni yaxshi ko'raman, xudo xolasa. Sizlarni uyaltirib qo'ymaymiz. Bizni akalar o'ta ham qattiq podgotovka ko'rishgan. U Akvaladan kelayotgan 3 million, 4 million, 5 million shotda oddiy bitta kunlik battle o'ynayotganimizni olib qo'yaveramiz. U nechivo strashna. Qolgan vizitda kelayotgan ana och qolib ketgan kuchuklar izidan zakiskasiga kelaverasan, qatoriga terib qo'yib, turnani chumchuq urganda uraman. Bir boshda kallasini ko'targanni kallasini chopaman. 30-may kuni Yusuf bilan bo'ladi. Videoni kengroq tarqating, hamma podgotovkasini qilsin, afishalansin, butun dunyoga Yusufga vizit aylanganligi bilinsin. Hammalaringizni kutaman meni qattiqlarim. Aktiv bo'linglar, salomat.